bo'lishi uchun konstitutsiyaga og'ishmay o'sha joriy hukumat konstitutsiyani bajarsin, u yerda inson huquqlari ta'minlangan, mehnat himoyasi ta'minlangan, hamma mehnatiga yarasha haq olishi kerak. Mana shularni ta'minlashi uchun biz mana shu tashkilotni tuzdik. Endi agar biz bu hukumat agar shu narsani qilmasa, biz dunyo hamjamiyatiga tashkilotimizning nomidan biz bayonnoma beramiz, kirgizamiz, aytamiz, bizni mamlakatimizda mehnatga yarasha haq bermayapti, ish o'rinlari yo'q, tashqariga hamma emigratsiya bu mehnat muhojirligiga chiqib ketgan. Ularni mehnat himoyasi ham yaxshi emas. O'sha nima deydi? Haligi biz 35 yil bilasizmi? Ko'rdingizmi? 35 yil bo'ldi. Bu biz deydi, sizlarning mana shu muammolaringiz borligi to'g'risida xalqaro tashkilotlarga